Parkinson kasalligida chuqur miya stimulyatsiyasi, ya'ni DBS amaliyoti har doim ham yechimmi? Yo'q, har doim ham DBS amaliyoti yordam bermaydi. Ya'ni Parkinsonning o'zini bosqichlari bor. Aynan o'sha qaysidir etapida aynan DBS amaliyoti juda yaxshi yordam beradi, ko'rsatma bo'ladi. O'sha davrdan o'tib ketilsa, DBS amaliyoti hech qanday sizga yordam bermaydi. Yokida masalan eng boshlang'ich bosqichlarida DBS amaliyotini qilaman desangiz, unda yashirin bo'lgan boshqa bir proseslar boshlangan bo'lsa, uni kuchaytirib yuborishi mumkin. Shu sababli ham sizni nevropatolog vrach to'liq ko'rib, tekshirgandan keyin sizga DBS amaliyoti kerak yoki kerak emasligini tavsiyasini aytgandan keyingina sizda DBS amaliotidan qandaydir yaxshi o'zgarish kutsa bo'ladi. DBS amaliyoti yana Parkinson kasalligini o'zida ma'lum bir kechishi boshqacha bo'lgan turlari bor. Aynan o'sha turlarida qarshi ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni sizda xotira pasaygan bo'lsa, uyqu buzilishlari kuchayib ketgan bo'lsa, gallyutsinatsiyalar kuchayib ketgan bo'lsa va yana bir nechta ko'rsatmalar bor. Bu narsalar bo'ladigan bo'lsa, sizga DBS amaliyoti umuman tavsiya qilinmaydi. Bu narsani esa aniqlaydigan faqatgina nevropatolog vrach bo'ladi. Sizga bu amaliyot yordam bera oladi, yordam bera olmaydi. Buni aynan nevropatolog, parkinsonolog vrachlargina sizga ayta oladi. Shunday ekan, DBS amaliyotidan juda yuqori natijalar kutish kerak emas. Ya'ni DBS amaliyoti qilingandan keyin 100% zo'r bo'lib ketadi degan narsani kutish kerak emas. Sizga faqatgina DBS amaliyoti dorilaringizni kamaytirish, diskineziyalar paydo bo'lgan bo'lsa, fluktuatsiya paytida diskineziyalar, ixtiyorsiz harakatlar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni kamaytirish yoki yo'qotish uchun hamda dorilar vaqtini, davomiyligini uzaytirish uchungina kerak bo'ladi. Ushbu holatlarda DBS amaliyoti bu holatlarni yaxshilab bermaydi. Faqatgina motor funksiyalarini yaxshilab beradi.